أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده تعالى حمد الشاكرين ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين آمين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: قال: ولا يخرج من معتكفه إلا لحاجة الإنسان والجمعة. Etikapta o'ttirgan o'rindan insonning shu zurul ehtiyoji uchun chiqadi. Masjidning sirtiga zurul ehtiyoji chiqadi. Shundaqla juma namoziga chiqadi. Hanifi mazhabiningki tarjih qilgan qarashi etikaf uchun 5 vaqt jamoat namozi o'qilgan masjid yoki jamoat o'qilgan masjid mazhabning imomi bor. Juma o'qilgan ozgina masjid ya jami bo'lish shart emas ekan. Lekin juma kuni juma o'qilgan chaqda jumaga boshqa cho'ng jami masjid chiqadi demakchi. Ya'ni o'shada zurul ehtiyoj bo'lmagan ahvolda masjiddan sirtga chiqishi harom. Hem etikafni buzutdi, uzib qo'ydi. Jumaga chiqishmi shar'iy ehtiyoj. Lima rawat Aisha radhiyallohu anha anna an-nabiy sallallohu alayhi wasallam ma kana yakhruju min mu'takafihi illa li hajati al-insan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam etikaf gohidan faqatlam insoniy ehtiyoj uchun chiqdi. Bu ehtiyojning iborat val hajatu bawlun aw ghaitun أو غسل جنابة. إنساني احتياجين شنو ذا قمص بمايلغان چون كشتارات و جنابتن جوينش قطرلق زور إشلا. البته مثلا نمازda tartishmi shuni qatordan masjidning ichi tartaqli bo'lsa aludi bo'lmasa sirtilish qildi. ولأنه لا بد من وقوعها. Bu ishlarni qilmay bo'lmaydi. Qilmay chora yo'q. Shunda qolsa yandumoqchi bo'lsa yugurib sirtilish qilganga. Yani bir narsa mehnat olib ketsa yuvish uchun sirtga chiqaranga. Wala yumkinu qada'uha fil masjid. Bu ishlarni masjidning ichida qilishga bo'lmaydi. Masalan, yuvinishni balki masjidning ichida ajilxonalarni yasagan bo'lsa, taratilgan munchini qilgan bo'lsa masjidning ichida qilish mumkin. Lekin odatda bo'lmaydi. فكان مستثنى ضرورة. فكان الخروج لها مستثنى ضرورة. وضرورة تجندك الله الضرورة تقدر بقدرها. مثلا منشغل çıktığımda منشغل çıktı bazayını soğuduklar ağın biraderlerle görüşüp da aynı çizilmedi. Şu منشغل bardo jünüklüm kaytan gibi. Yani tamak bir narsa yemek olsa aşağına verip lan tamakla kaytıdı. Ya ki acil kıyılsa acilini rahatlıkla kaytılan gibi. Ve emmel cum'atu, cuma namazı kersek, فَلِأَنَّهَا مِنْ أَهَمِّ الْحَوَائِجِ. Çünkü bu en mühim ihtiyaçlar katarıdır. Yani şer'i ihtiyaç deyimiz bunu. وَلَا بُدَّ مِنْ وُقُوعِهَا. Bunu kılmayı bulmaydı. ولأن الاعتكاف تقرب إلى الله تعالى بترك المعاصي. Qo'shimcha dalil etikaf degan Alloh taologa ma'siyatlarni tashlash orqali yaqinlashishdan iborat. Va tarkul jum'ati ma'siyatun fayunafi. Jumani tark qilishmi bir ma'siyat, shunga bu ma'siyat etikafga zid kelib qoladi. Juma bo'lsa farz ibodatning birisi. Jumaga chiqish kerak degan bu qarash Hanafi va Hanbali mazhabining qarashi. Maliki mazhab bilan Shafiy mazhabda jumaga chiqib qolsa etikaf buzilib ketadi. Bunday gaplar bor boshqa mazhabda. Balki buning ba'zisi masjid jami bo'lish kerak deb shart qilgan bo'lishi mumkin. Balki bu masjidda juma o'qimasam boshqa yerga chiqsam buziladi deyish mumkin. Qala va yakhruju قدر ما يمكنه أداء السنة قبلها. Qanchalik vaqt miqdori chiqadi ay o'ttirgan masjiddan desa jumaga chiqishning boshlanishi ma'lum. Qachon qaytadi emas, qachon chiqadi degan masala. Hanifi mazhabda juma o'qilmoqchi bo'lgan oz masjidga borib
Cuma'nın farzidan burun 4 rekat sunnatni o'qiy oladiganga ulgurib bosib bo'ldi. Va qila qadra 6 rakat. Hanafi mazhabga aziz qarashda 2 rekat tahiyatul masjid, undan keyin 4 rekat sunnat, jami 6 rekatni o'qiyotganchilik ashunda bir sharat azlab turadiganga ulgurib bordi deydi. Bundan burun biri olmaydi demek. Yani etikap gayini tashlab to'ga erishima, qo'yga erishima ya to'qqa erishmanda burun berib o'tmaydi deydi. Yani tahiyatul masjid ayda, yani 4 rekat bilan 2 rekat tahiyatul masjidni qo'shib 6 rekat demakchi. Yani bu albatta shu barmoqchi bo'lgan jamining yaqinligiga bog'liq. Agar yaqin bo'lsa, shu ulgurib bordi. Jiroq bo'lsa, burroq chiqib, shu 4 rekatni o'qiy oladigan va ulgurib bordi. Bu Hanafi mazhabining qarashi. Hanbali mazhabda bir hadis keldi-ku, kimki juma namoziga 1-soatda borsa, to'ga qurbonlik qilganga o'xshash, 2-soatda kala, 3-soatda qo'y, 4-soatda to'qa, 5-soatda tuxum yoki quchqash degandek rivoyatlar bor. Şu 5 saatni belgilagan bo'lg'achqa, shunda burun berish mustahab deb qaraydi. Shu fazilatga erishish uchun burun bordi. O'zi bu bo'lgan joy masjid. Yani yaxruju min baytillah ila baytillah deydi. Shu joyni etkapga yaraydigan o'rin demakchi. Lekin bu mazhabda sen mushu joyda muqim o'tirman deb nishon belgilayotgandek bir ahvol bor. Şuna bundan zürül farzga aslında çıksa, bundan başqaga çıkmaysa degandek. Ve yusalli ba'daha 4 aw 6. Jumadan keyin qachon qaytib keldi etikapgohiga desak, jumadan keyin 4 rekat ya 6 rekat o'qib bo'lgandan keyin 4 rekat degani İmam Abu Hanifa'nın qarshi bo'yicha 4 rekat, 6 rekat degan sahobaning qarshi bo'yicha 6 rekat o'qib ondan qaytdi. Walau atal al-mukta jama masjidda 6 rekat ya 4 rekat o'qib bo'lgandan keyin uzun o'tirib vaqtni so'zlasa jaza. Jaza mahal karaha. Nima uchun jaza? Chunki mushmu etkapga munosib o'rin. Etkapda o'tdag'in oldiga o'rin ashimiz. İlla annal awla biz en yaxshisi buning al-afdal wal-awla al-aud ila mu'takafihi o'zining etkapgohiga qaytishi shu awla li'annahu aqadahu fihi chunki u etkapni shu joyda boshlagan fala yuaddihi fi mawdi'in shuna etkapni ikki joyda o'rinlamaslik lozim. Şu bir joyda tamam. Yani demek çoğunu şu bir joyda etikapda o'tgan chig'inda shu joyni muayyan qilib mishada turma deb belgilayotgan bilan o'xshash bo'ldi. Buni almashtirsang makruh demakchi. Fala yuaddihi fi mawdi'in yani min g'ayri darura deymiz. Zarurat topilmaganda ikki o'rinda tamamlamaydi. Lekin zarurat topilib qolsa, masalan, masjiddan saqchi bo'ldi, masjidga o'tganda yoki masjid o'lib tushdi, masjidga o'tganda bu zarurat bor. Lekin ixtiyoriy holatda o'tkazilmaydi. Boshqa mazhablarda yana bir masjidga jumaga yo shunda hayit namoziga masalan chiqqan bo'lsa, shu ikkinchi masjidda o'tirib tamomlasin bo'ldi. 5 kun masjidda o'tamiz, juma qilib bo'lgan masjid tamomlasin bo'ldi. Lekin başdan tatib masalan malgi masjidda etkap o'tgan bo'lsam, endi men qolgan 3 kunni ayetga borib, ayetga masjidda tamomlayman deb menda chiqsa bo'lmaydi. Lekin shay juma qilib berib, ayani sharoit yaxshi bo'lib, mishar qilib qilaya deb qolsa mayli. Aytganda ro'z tutish cheklangan bo'lg'achqa, etkap ro'zga chetishlar shuna bo'lmaydi. Ya, izbilbayi mustahab bizdir. Lekin ashr al-awakhir min Ramazonda sunna muakkada. Qala
فإن خرج لغير عذر ساعة فسد. Mescidin sırtığa özürsiz bir saat çıkıp kalsa etikaf buzulup ketidi. Fein haraj degan şu bedenimizden to'liq chiqib qolsa, lekin derizdan ya kamadın beşine tunutsa buzulmaydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam masjid turib beşine tutmagan, Hazreti Ayşe 5-chi qo'ygan. Bu masjiddan chiqqan bo'lmaydi. Lekin masjiddan chiqib qolsa, butun bedeni bilan u joyda buzilib ketadi. Saat deganda biz biladigan soat dedik-ku. Saat esa shunga yaqin qilgan birdan masalan 15 minut, 20 minut majazan maqsad qilish mumkin, lekin saat esa kechqurun 24 soat desak, shuning bir parchasini soat deydi. Shar'iy tarafdan shunga yaqin qilgan taqsim qilish bor hadislarda. Mesela şu cumaga birinchi soatda borgan kishi to'yga qurbonlik qilgan bo'ldi dedik-ku. Shu birinchi soat kun nayz bo'yi ko'tarilib chashka namozi o'qish joiz bo'lgan, nafl namozi o'qish joiz bo'lgan vaqt shu. Masalan, soat 6da kun chiqdi desak, 6dan 20 o'tgan chog'da chashka namozi o'qilgan vaqt desak, 6dan 20 da borsa jumaga to'yga qurbonlik qilgandek bo'ldi. 7dan 20 da 8da borsa kala. Undan keyin qo'y. Fas'au ila zikrillah degan sa'i burroq bo'ldi. Namozni saqlab o'tirsa fazilati bor. Ba'zi hadislarda kunduzning 12 soat ko'rilgan hadis. Hanafi mazhabdagi saat degani shu 1 soat, 60 minut degandek haqiqiy ma'nosida shu. Majoziy deb qolsak 10 minut, 15 minut degan 1 soat. Li vujudil munafi etikafga zid keladigan ish tepilganlikdan, u bo'lsa-mu etikafgahdan chiqish. وقال أبو يوسف ومحمد لا يفسدون. أبو يوسف ومحمد degandikilar yuqori qarashning İmam Abu Hanifa'ning qarashi ekanligi ma'lum bo'ldi. Sahiban kunduzning yarimidan jiqroq bo'lsa, kunduzdan ko'p vaqt ketgan bo'lib, ondan etikaf buzildi. Kunduzdan ko'p qismi bo'lmay az vaqt bo'lsa, yarimidan az vaqt ketgan bo'lsa buzilmaydi deb qaragan. Qamatan lil akthari maqam al kull. Ya'tibaran bil akthar yani. Yani yarimidan ko'p bo'lsa akthar bo'ldi. Agar zurur ehtiyoj bo'lib ruxsat qilingan bir ahvol bo'lib qolsa, o chaqda yarim kundan jiqroq bo'lsin mayli ruxsat. Yashadin shayvasi etkab qolmaydi. Bak zidan. Misal muqim midilma turma deyishlar safar qilish kisa. Masalan, buni menda tasavvur qilish mumkin masalan. Ya sirtin tamoq akirman deb chiqdi. Chiqib oshxonaga o'chirib, masalan, ijdagina bo'ldi-ku. Yarim soat, 1 soat o'chirib turdi ba'zi oshxonaning oldida. Shunda bular 1-2 soat o'tib qolsa, balki. Yoki sirt chiqdi masalan, aramning atrofidagi hojatxonada yarim soat, 1 soat o'chirib turish mumkin. Wa yakunu akluhu wa shurbuhu وبيعه وشراؤه وزواجه ورجعته بالمسجد. يبشي ilim setim qasa zur bir udilkab qolgan ishim so'z qilish to'g'ri maydasida bir narsa setishi va nikoh qilish, zavoj qilish, nikoh o'qitish va nikoh o'qish. Va raj'atuhu masalan talaq qilayotgan bo'lsa, amrimni qaytarib oldim deyish. Bu masalalarda bo'ladi. Li'annahu yahtaju ila hadhihi al-ashghal. Chunki u mush ishlarga ehtiyoj bor. Zurur topilmaganda sirt chiqib qolsa etkab buzildi. Sirt chiqib qolsa etkab buzildi. Faqat masalan odamlar qarab turgani, jiq odam bor, tamoq yemaydigan odam bo'lib qolsa, bu unda chiqib yemachar yo'q. Bo'lmasa masjidning ichida aytmoq. Yani masjidning ichida qilalar shu masjidning ichidan chiqmay qildi. Faqat bo'lmagan so'z andan sir chiqdi. Endi mush ishlarni masjidning ichida qilalarmi, qilamaydi. Va yumkin qada'uha fil masjid. Masjidning ichida bilan bitirib o'tish mumkin mush ishlarni.
Bunda varken mescidin içinde tutturadigan turg'uliq sirtqi chiqib qilaman deb qalsa, e'tikof buzildi. وَلِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم لم يكن له مأوى إلا المسجد. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin mescidin başqa joyi yo'qdi deydi. Qarşı e'tikof qilgan chaqda deydi, ha? Va kana yakulu va yashrabu va tahaddath. Yeb ichib so'zlab qildi. Vel bay' va shira'u hadithun. Ilm sotilganmi shu so'zdan iborat. Oldim, satdim degan so'zdan ijab va qabuldan iborat. Lakin yukrahu hudurus sil'i al-masjida. Lekin satilgan tovarlarni masjidga kirish makruh. Lima fihi min shag'lil masjid biha. Çünkü bu tovar mollar masjidni egallab, ya'ni ishg'ol qilib turgan gap. O mollarni akran o'qisa masjidni bir do'konga aylantirgandek bo'lib qolgan. Lekin o'sha ilm setim qilishning o'zi masjidning ichida makruh ish. Odatda e'tikof qilmagan odatda normalda masjidda ilm setim qilish makruh. Bundanki e'tikof tutgan chog'da albatta makruh bo'ldi. Qamoqni sirtdan akab turdi boshqalar. Akab bo'lsa masjidning ustida o'tirib yeb, qachon sunib turgan gap. Lekin unda tamoq akab turgan adam bo'lmasa, bu tamoqqa sirtga chiqib, tamoq yeb kirdi. Zurul ish bo'lgan. Yaqinda aslında e'tikofni davomlashtiryapman degan holatda sirtqa orliq berib chiqib 5-6 soat yo'qlab ketsa mayli. Lekin 10 soat yo'qlab ketsa e'tikof uzildi demakchi. Ha, burungi e'tikof bo'ldi. Masalan, soat o'tgan bo'lsa hisob. Keyin yangidan boshlagan bo'ldimda. Aning davomi bo'lmaydi, yangidan boshlagan bo'ldi. Buning boshqa masalalarda buning farqi bor. Mesela bir gün nokul nazar qilgan bo'lsa, bir kun bo'lmadi. Bir oy nokul nazar qilgan bo'lsa, hozir ulaşmadı. Deganda jiq masalada farq chiqib qoldi. Qala va yukrahu lahu as-samtu. Boshqa uzr yo'q. G'adlamamda gap qilmayman da tursam, bu bir xil e'tikofga loyiq bir ibodat deb o'ylab, mana gap qilmayman da turilish makruh. لأنه من فعل المجوس. Çünkü bu mecuslarning ibodat şekillerining birisi bo'lishi kerak. Shularga gap qilmay turadigan, shunda ibodati bo'lsa, ularga o'xshab qolsak bo'lmaydi. Ilgirgi ummatlarda gap so'z qilmay ro'za tutish vaqti. Inni nadartu lir-rahman sawman falan ukallima al-yawma insiya. Shunda gap so'z qilmay ro'za tutish yana ibodat bor. Lekin bizda bunday ibodat yo'q. Qarasak hamda majusning ishi bo'lgan ekan, o'sha qatib olmaydi. Vaqat naha sallallohu alayhi vasallam an sawm samti. Unda gap so'z qilmay ro'za tutishda bir xil ibodat shaklini cheklagan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Yani shart makruhni gap so'z qilmay bir xil ibodat qilaman deyish cheklandi. Agar ta'abbud qilmaymasdan, e'tiqodda gap so'z qilmaymanda turibdi. Mayli. Bunda bu dulkab qasmaydi. Lekin gap so'z qilmasdan bir xil ibodat, mantahamo yaxshi bir chiqayotgan bo'lma deb muqisa bo'lmaydi. Yani zo'rin masalan amr ma'ruf qilish, vaznasihat qilish, shular qilsa qilish kerak. Ortiq behuda gap qilgandan yaxshi gap qilmoq ekan, gap qilmay turgan yaxshi. روى أبو داود بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم في الشمس فسأل عنه قالوا هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم قال مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه بركشاش أبطبطا من تربت gap so'z qilmaydi ekan. Nima ish bu, nima bo'lib turadi desa, bu bunda gap so'z qilmaydiganga, optaqda 5 soat tushmaydiganga, o'tdamaydiganga, ham ro'za tutganga shunda nazar qilgan. Ya'ni ekan, buyruqlar uni gap so'z qilsin, sayda son o'zini o'ttirvasin, lekin ro'zasini tamomlasin. Ro'za tutish normalda bo'lgan ekan, shu to'g'risini qilib qolganini bekor qildi.
bizde onda gapsiz qilmay jim turib ibodat qilish yo'q. Qala va la yatakallamu illa bi khayrin. Gapsiz qilsa, yaxshi gap so'zni qiladi. Ya'ni shu savobga erishadigan gap so'zlama, xayriga. Vaz nasihat, dars, zikr, qiraatul Qur'on, tasbih. Oyatda "Qul li'ibadi yaqulu allati hi ahsan." Bu endi mas'ulsun, qalavosun o'xshashdimi? Yaqulu allati hi ahsan. Qanday odam o'rin bo'lsin, lekin mas'ul bo'lib qolsa, albatta. Hadisda "Falyaqul khayran aw liyasmut." لأنه يكره ذلك لغير المعتكف وفي غير المساجد. Bunda yaxshi gap qilmay, behuda gap so'qash, e'tiqod tutamagan, masjidga emas, sirtga damligimi makruh bo'lgan ishlar. Fal mu'takifu fil masjid awla. Nonki masjidda e'tiqod tutagan kishi albatta bunga diqqat qilish lozim. Nonki bu mazhabda mubah so'zlab qolsa, e'tiqod tutgan kishiga makruh deydi. Al-kalamul mubah. E'tiqod tutgan turib, munda shu paranglashib turish makruh deydi. Qala va yahrumu alayhi al-wat'u wa dawa'ihi. E'tiqod tutgan chaqda jima va uningga chetishlik hamma ishlar harom bo'ladi. لقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد فكانت المباشرة من محظورات الاعتكاف ولا تباشرون يعني كلمة مباشرة اعتكاف شكلا من إسلام جملتين فيحرم الوطء لكن مباشرة كان سوز مش هم من السيالدان سوز جماع محرم بلده وكذا دواعيه وأنهم مقدم الرأي كونهم شتشلا هم سه حرم بلده وهو اللمس والقبلة والمباشرة مشتركين هم سيشكلندو كما في الحج خد هجد إهرام بالغنارة فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج بخلاف الصوم لقى رزقان على تجوا رزقان على مثلا اللمس والقبلة نبزارم دونه سنما لأن الإمساك ركنه فلا يتعدى إلى الدواعي çünkü imsak degan o'sha ro'za tutish yemak ichmak jima dan cheklanish shuni rukn etdi. Undan keyin u jima chetish bo'lgan boshqa ishlarga olib ketmaydi. Lams va qubla bilan ro'za buzilmaydi demakchi. Lekin e'tiqod buzildi. Ya'ni hez kapasa tug'ibni bastar bo'lsa e'tiqod uzish kerak. قال فإن جامع ليلا أو نهارا عامدا أو ناسيا سنقول أو عامدا ما بعض نسخة أو عامدا أو دينا بس يكون بعض نسخة أو يومك قال فإن جامع ليلا أو نهارا عامدا أو ناسيا بطل كش كندوز قند بالوقت كاستن ياد ديوك جماعة قاسة بزلك دو دقت قسنا ناسيا ديجان سوز روزغان نسبتاً فرق var. Ro'zdalarda nasiyan yapishib qolsa, jimoa qilsa, buzilmaydi degan. Ma'no buzildi. Bu endi xilofiy masala ekan, ba'zi mazhablarda nasiyan buzilmaydi deyish mumkin. Lima bayyana annahu min mahduratihi mush ishlar, ya'ni jimoa va dawa'ihi e'tikofda cheklangan ishlarning jumlasidan fa yufsiduhu kal ihram. Undan keyin ihrom holatida bo'lgan chog'dagi o'xshashlar uni buzutdi. Ihrom bo'lgan chog'dami jimoa qilsa buzatgandek aytdi. Va kaza idza anzala biqublatin aw lamsin liwujud ma'na al-jima'. Shunda qilsash va tutish orqali ma'ni chiqib ketsa e'tikof buziladi. Liwujud ma'na al-jima'. Uni jimoaning ma'nosi mazmuni topilgandek bir ahvol bor. وأما النسيان فلأن الحالة مذكرة. Nima uchun ro'za tutgan chog'da unutib qilib jimoa qilsa buzilmaydi dedinglar, e'tikofda unutib qilib jimoa qilsa buzildi dedinglar deb qolsa, boshqa mazhabdagilar biz deymizki, chunki musholat e'tikof turgan holat, e'tikof turganligini esidan chiqarmaydigan bir holat. Yani masjidning ichida shunda necha kun yoki shuni bir muddat o'tirash bu esida yo'qlab qolmaydigan holat edi. Fala yu'zaru bin nisyan. Undan keyin unutib qolibdimi deb uzr aytib tursa, qabul qilinmaydi. Yoki unutib qilish bilan ma'zur hisoblamaymiz.
kel hac mesela hac altidimi ihramlik holatda unutib qopdimi deb jimo qilsa qul qilmaydi. Namoz o'qiyotgan holatdami shunday ishni qilib qolsa unutib qopdimi desa bu namozda turibmi namoz o'qiganligini unutib qolamiz deymiz. Ihrom bog'liq holatda men hajga ekanligimni ihrom bog'liq ekanligimni unutib qopdimi desa buni ishonmaymiz. Masjidda e'tikof tutgan holatda unutib qopdimi desa ishonmaymiz. Chunki shunda bir turayotgan holat davomli o'zining e'tikofda, ihromda, hajda ekanligini asl tutadi. Lekin ro'za tutgan chog'da unutib qolishi mumkin. Bo'ladi Ramazon namozi birinchi, ikkinchi kunlari ro'za tutganlik esi yo'q, bir narsa yetishib qoldi ahvolda. Buni aslida jimoni e'tikof tutgan chog'da kecha kunduz deb ayiramiz nima? Lekin ro'za tutgan ahvolda kechada ruxsat. Yuqorida e'tikofni buzadigan narsani sandamasmi? Shu qatordan unda jima' va duoyi dedik, al-xuruj min al-masjid li g'ayri durura dedik masalan. Uni boshqa hech nafas bulab qolsa e'tikof buzildi. Maslab qolsa e'tikof buzildi. Yo'q, o'shin ketgan bo'lsa, yoki saramlab qolsa buzilmaydi. Lekin mas bo'lsa buzildi. Chunki la taqrabus salata va antum sukara degandek oyat. La taqrabus salat degan namozga yaqinlashma degan, shu namoz o'qilgan masjidga yaqinlashma degan nima taqozo qilgan bir ahvol bo'lishdi. Ruxsat qilingan ishlarchi, ruxsat qilingan ishlarning tilg'amlari maktab. Ruxsat qilingan ishlar, umuman boshqa ishlar ruxsat qilindi. Masalan, masjidda tamoq yeyishga ruxsat dedik, yuqoridagidek. Uxlasi bo'ldi, atir xushpurak ishlasi bo'ldi, chechin tarisi bo'ldi. Tırnak elib badan tazliq qilsa masalan sizlarcha ya'ni bo'lib qolmasin. Mendan qilayotmaydigan bo'lsa bo'ldi. Masalan siz tartalga yolab o'sha tartasi bo'ldi. Nikoh o'qitish va nikoh o'qish, ikki tarafning o'tirib isloh qilish, amr ma'ruf va nahy anil munkar qilish bo'ldi. Shunda chidirdak ya tartib o'shunda ayrim bir kishilikdan xos to'saq paydo qilsa bo'ldi. Yo'qlab, zurib bir ishni yo'qlab kelgan kishi bilan paramasi bo'ldi. Buningni boshqanday zurib ish bo'lsa, ayoli kech kelgan bo'lsa, qarang'ida o'pirib qo'yadi Rasulullohning qilgandek, shunday zurib ishlar mayli. Buningni boshqa ba'zi ishlar ulamolar ixtiloflashgan. Masalan, jinoz namozi bo'lib qolsa baramdi, masjiddan chiqib, ya kasal yo'qlamdi, ya guvohlikni o'tashmasilsa, yoki masalan darsga berib maktabga yana e'tikofga qaytib kelsa bo'lamdi degandek masalalarda ixtilof qildi. Qala ومن أوجب على نفسه اعتكاف أيام لزمه بلياليها متتابعة. Bir kishi nazr qildi. Avjab ala nafsi degan nazara degan ma'no shu. O'zining ustiga vojib qilib olsa, ya'ni nazr qilsa, bir necha kun e'tikofda o'tirishni o'z ustiga vojib qilib olsa, ash kunlarning oralig'idagi kechalarni shuning ichiga kirib ketadi. Shu kunlarni tutashtirib, ulab e'tikofda o'tirish lazim. Masalan, lillahi alayya an a'takifa 3 ayyam. Yoki 30 yawma degan bo'lsa, 3 kun yo 30 kun e'tikofda o'tirishni nazr qildim, o'zimga vojib qilib oldim deb qolsa, shu 3 kunning oralig'idagi 2 kecha emas. Ba'zi ulamolar 3 kecha deydi. 3 kun desa, 3 kechami? Shuni 3 sotka degan gap bor edi. 30 kun ham bo'lsa, oralig'idagi 29 kecha yo 30 kecha shuni ichiga kirib ketadi. Undan keyin shuni arqa uzildimay kech kunduz e'tikofda o'tirish lozim demakchi. لأن ذكر جمع من الأيام ينتظم ما بإزائها من الليالي. Çünkü bir neçe kunduzni tilga ilish uning orliqlardagi kechilarni o'ziga olib ketadi. İza degan udilga qarshi keladi. Şu kunlarning kechalarini qator tuzayotgan bo'ldi. Kama fi qissati Zakariya alayhissalom. Xuddi Zakariya alayhissalomning voqealigidek قال تعالى 3 أيام قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا. يمر آياته قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. İkisi bir vakadaydı. والقصة واحدة.
Yani Zekeriya Aleyhisselam'ın bo'lgan şu vaqalik şu. Lekin birisida 3 kundida, birisida 3 kechida. Ana Arablarda odatda kecha bilan kun sanaydigan ish bor. Sab'ata ashra layla xalat min Ramazon, ya'ni bunda layla hisoblaydi. Rasulullohmi g'ar Hiraga chiqib bir necha kecha istiqomat qildi dediku, layali davatul adad. Kecha bilan kunduz hammasi bir aqlam etkabda o'tirish kerak. Ve yuqalu ma ra'aytuka mundu ayyam. Bir necha kun bo'lib ketdi ko'midim deyildi. Ve yuridu layali aydan. Shuning orlig'i kechani maqsad qildi. Lekin kechada ko'rdim, kunduz faqat ko'rdim demoqchi emas ma'suzdim. Bir hafta ko'rishmabdi bo'lsa, jatning ichiga kechildimi faqat ko'rishmaganligim bildirdi. Ve amma tatabu anda arqa qilishmasiz kelsak, uzildimay qilish fa innal i'tikafa yasihu laylan va nahara. E'tikof degan kechsimi, kunduzimi to'g'ri bo'ladigan ibodat. Fa kana al-asl fihi tatabu'a kama fi al-ayman wal ijarat. Shu asl qoida bu e'tikofda arqa uzildimay qilish, ulab qilish. Asl qoida shu. Xuddi masalan al-ayman mesela qasam qilib qolsa, 3 kun munda qilmayman desa, uzildimay qilish kerak qasamda demak. Val ijarat, ijodimi masalan bir oy ijaraga berdim desa, bir oyni uzildimay berish kerak. Orliq qilib bilgan bishkanman ishlatma, sen chiqib tursiz bo'lmaydi. Bir oy shu uzildimay o'tirish kerak ijara olsa. Bi xilaf as-sawmi, lekin roza bilan o'xshamaydi. Idal tazama ayyaman mesela 4 gün ya 5 gün ro'za tutmadi nazr qilsa, izaltazama degan shu ida avjabada nafsihi aw nazara degan ma'noda. 4-5 gün ro'za tutman deb qolsa, haythu la yalzimu tatabu. 4-5 kunni aqma ulab tutish kerak emas. Yana al-asl fihi at-tafriq. Chunki unda orliqda kecha kira oladi. Har bir kunduzda ayrim bo'lgan ibodat. لأن الليل ليس محلا للصوم. Çünkü kecha o'zgan o'rin emas. Fala yalzamu illa an yashrutahu. Şuna tatabuni shart esa, andın arqa ulab tutish kerak bo'ldi. Fala yalzamu illa an yashrutahu, yani la yalzam at-tatabu illa an yashrutahu demek. Lekin kechalarda e'tikof qilaman deb nazr qilib qolsa, mesela yuqorida avjaba ala nafsi i'tikaf ayyam dedi. Bir necha kun e'tikof tuturman deb qolsa, kechasi kirib ketadi. Aksicha bir necha kecha e'tikof tuturman desami, kunduz orliqda kunduzda kirib ketadi. Dushanba kuni kiraman desa, yakshanba kuni kech namozsham bilan kirishadi. Namozsham burra. Biz mesela Ramazan'ın ahirki 10 günde e'tikof qilamiz deymiz-ku. Ahirki 10 kunda e'tikof turmoqchi. Qachon kiramiz? Ahirki 10 kun degan ehtimollar 9 kun bo'lishi mumkin. Chunki bir kun oy ko'rishga bog'liq. Ba'zi 10 kun bo'ldi, ba'zi 9 kun bo'ldi. Ramazan'ın ahirki 10 kunda 9 kun e'tikofga o'tmoqchi bo'lgan bo'lsa, qachondan boshlaydi? Buni ulamolar o'tirib ixtilof. Köpçülük ulamalar 20 gün o'ltirishdan burun kirib, namozshomdan burun masjidga kirib bo'lishi lozim. 20 gün kunduz. Yani 20 gün kunduz. Yani ro'za tutgan kunni birinchi ish kun deb sanab kelsa, 20 kunduzda shamdan burun kirib bo'lishi lozim. Shamda shuna boshlandi 21dan boshlagan bo'ldi. Bazı alimlar 21 kuni bomdoddan keyin kirdi deydi. Hozir bizning farqimiz namoz sham bilan bomdod orliq bir kecha. 21 kunning kechasi o'tmaydi deydi ma. Aziz sandik ulamolar. Biz jumhur Hanafi mazhabini shunasida o'ttirdi. Chunki bu shu kecha 21 kunga tava. Oxirgi 10 kunning jumlasidan shu. Bunun ustiga Laylatul Qadr 21 kechida bo'lib qolish ehtimoli bor. Lekin bu kechini sirtda o'tkazib bo'lmaydi. Lekin e'tikof kirgan kishi qachon chiqadi e'tikofdan? Salafdan kelgan ba'zi qarashlar, masalan Hazrat Ibn Umar, ba'zi tabiinlarning kelgan qarashda e'tikofgahdan, masjiddan
namozgohda hayitgohlar chiqadi. Aytgani masjid emas, maydonda o'qitdiq-ku, shaning sirtiga. Shu yerga o'tilish şey chiqdi. Uyga qaytib bunday qilish uchun o'tilish şey chiqdi deydi. Bu ham bir ibodatdan ulab, ibodatdan chiqib ibodatdan chiqib bunda tavasul qilishdan iborat deb bunda yaxshilab qaragan. Lekin jumhur ulamoning qarashida Ramazonning 21 kunida başlandı. Ramazonning oxirgi kuni kun patqandan sham o'qilgan uyga qaytadi. Şundan aşu Ramazan tava kunlar tamam bo'lgan bo'ldi shun. Şundan namazga qaytib ondan bir kecha uyda uxlab aramalab ondan namozga chiqdi dedi. Şu 9 kesa bu 10 kunda bo'lib nima qildi 10 kun bo'larmi deb la ibradan bayyin xata'u 10 kunda farazdan 9 kun chiqdi 9 kun. Hem şu Ramazanning oxirgi hayit qadar degan ma'noda tushunsak bo'lar. 9 kun bo'lishi mumkin, 10 kun bo'lishi mumkin. Odatda biz taqribanında hadislarda ashrul avaxir kelganki, oxirgi 10 kun deymiz. Ba'zi 9 kun chiqib qoladi. Qala walau nawan nahara khassatan suddiqa. 3 kun yoki 1 oy etkab tutirish nazar qildim degandan keyin biz kechsimi ulab etkab tutirsiz dedik. Bu kishi qilib men kunduzlar maqsad qilgan deb turibdi. Turasa buni ishini kelamiz. Tamam bunda olsa sen shuni maqsad qilgan bo'lsang, so'zandagi ayyan degan yo'm degan so'zni shu kunduzni maqsad qilgan bo'lg'achqa odatdanda undan keyin shunda deb niyat qilgan o'xshaysa deb shu bo'yicha fatvo beramiz. لأن اليوم عبارة عن بياض النهار. Çünkü yevm degan bu bir kunduzga ham tutgan so'z. Kunduzga urug' qilib hisob qilgan, kechini o'z ichiga olmaydigan bir so'z. Ya'ni kunduzi deymiz Uyg'urchada. Bir kun desak, shu kun chiqqan vaqtni bildirgandek bir ahvol bor. Ammo buni aksi bo'lib qolsa, masalan, 3 kun etkab tutirishni niyat qildim deb men kechida o'tirishni kunduz dukochim emasman deb qolsa, ishonmaymiz. Chunki ayyan degan so'z bu kunduz ishlatmay kechiga ishlatish bu ta'ti. Yoki ya sen saxtpazgansan deymiz. قال ويلزم بالشروع عند أبي حنيفة رحمه الله. Bu nafla ibodat o'g'achqa, nafla ibodatni Hanafi mazhabining qarashida boshlashidan tamomlash vojib. Tamomlamay tashlab qolsa, qazosini qilish vojib dedik. Shunami? Imom Abu Hanifa shu qarashda bo'ldi. Maliki mazhabining mashhur qarashi shu. Xilafan lahuma bu ishkaylarning qarashi jumhurning qarashi binan ala annahu la yajuzu indahu illa bis-sawm. Bu ishkaylarni bizning imomimiz aytgan başlash bilan oxirga chiqarishing kerak dedi. İmamımız bir gün bütün etkab tuttursa, bir kunduzun az etkab tuttamaysan degan. Şuna kechgacha ittaqilga vaqtcha davomlashtirishing lozim deb bunda qaragan. Lekin biz bir kunduz bütün etkab tuttamsangmi, 1 soat etkab tuttasang bo'ldi degan. Undan keyin bu 1 soat o'tirib, ya 2 soat o'tirib etkabdan chiqasin bo'ldi. 2 soat etkabda o'tirib qo'lga ketgan bo'ldi. Keyin yana etkab boshlaydi qolsa, yenidan etkab kirgan bo'ldi deb bunda tushunamiz deydi. Undan keyin etkab turib bo'lib keyin buzilsa, hech gap bo'lmaydi. Shu 1 soat, 2 soat o'tgandek bo'ldi. Bizning nazarimizda 1 soat, 2 soat o'tirish joiz. Bir kun düz parçalanmaydı. Hem başını çoxum ro'za tutgan holatda qilish kerak degan. Ana shu 1 soat o'tgan taqdirda ro'za tutgan bo'lish kerakmi degan masalada sahobaning qarashi, Hanafi mazhabida ulamoning tahlili tazmuqim emas. Ba'zilar 1 soat tutmasan, Kamal ibn Umam 1 soat tutsa shu ro'za tutgan holat turing degan bo'ldi. Kechki tuttamsan, lekin ro'za tutgan holat tursa degan bo'ldi desa, ba'zi ulamolar bu 1 soat degandan qaraganda ro'za tutmay tursin bo'ldi degan mazmun chiqdi degan. Niyadamda imom shu ro'zadan joiz deb qaragan, fala yajuzu aqalla min yawm undan bir kunduzdan az etkab tursa bo'lmaydi. Shunga eng az muddat bir kunduz olgan shu aqalli taqdir bir kunduzni oyga chiqarishing lozim deydi. Va indahuma yajuzu.
Aşkelen'in nazarda 1 saat bo'lsa-mu joiz bo'ldi. Shunami? Faqat bayyanahu. Biz buni yuqorida bayon qilgan. Lekin jumhurning nazarida, sahobaning qarshi jumhurning nazarida la yalzam bishuru. Bu nafl ibodat bo'lganiga xos tashlab chiqdi. İmam Abu Hanifa yo'q, tamomlashi lozim, bu qazosini qilish lozim deb qaraydi. Bu anfimizda ayrıyken buna. Mesela 3 gün deb qalsa, üzüp qalsa, üzüp qo'yib vaqtlan qazo qildi deyken. Eğer 1 ay etkab tuturman deb qalsa, orliqda bijet tuzib qo'ysa, bijet tuzib qo'ygandan qazo qildi ekan. Eğer mush 1 ayni deb qalsa, mush 1 ay butun degandek manda deb qalsa, o'sha orliq tuzib qo'ysa, 1 ayni, mesela 10 kun o'tib ketgan bo'lsa, yana aşağıdan 1 ayni manda butun qildi. Ajna bir jinsga alır bakin. Lekin boshqa mazhablarda balki 1 oy deb nazar qilgan bo'lsa, kun soni bo'yicha uzib 30 kun qilsin bo'lishi mumkin. Yejuz tafriqu deyish mumkin. Etkab munosabatligi boshqa ahkamlar doirasidan etkabda o'tirmanda zurur majburiyatni tashlab qo'yish bo'lmaydi. Ya'ni etkabimiz nafl ibodat ediq-ku, lekin vojib ishlar bo'lib qolsa, nurg'un kishilarning haqqi onun kim jiq ishlari shu odamga qarashli qilib qolsa, masalan, mashinchi odamlar, jiq odamlar kiyimlarini yig'ib qo'yib, aytib o'tirman deb do'konda taqib qo'yiblar, erkak kirib olsa, masalan, bo'lmaydi. Boshqaning ishini bajaradigan, jiq ishlayapti. Haqning bo'lsa shuni qarashli. Bu g'achchida uyni qulublab, do'konni taqib qo'yiblar, erkak kirib o'tirasa bo'lmaydi. Ya'ni boshqaning haqlarini kechiktirishga bo'lmaydi. Hani etkabninki xas manda bir duosi yo'q. Uni Uyg'urlar tam munosib alayhi dua bo'lish kerak degani qilamiz-ku. Masalan, zo'rliqning qanchadan bir zo'rliqning duosi degandek bir banda. Amaliyotda duo bo'lmasa-mu, biz shunday duo paydo qila olamiz. Yani etkabning duosidan bir etkab duosi bormasa yo'q. Shu niyat qalbida tushirdi. Masjidninki namoz o'qiydigan joyida etkab kirish bo'ldi. Namoz o'qiydiganlar uxlashmaydigan, daflatmaydigan bo'lsa, xaniqa deymiz. O'g'isda etkab tutasi bo'ldi. Shu masjidning qan doirasiga o'yla maydonlarda bo'ldi. Masjidning munosi, munodanda etkab tutadi o'zida kelib bo'lib qildi odatda. Cho'ng munoz bo'lib qolsa, shuningki munoz chiqadigan peshtoq va ishiklari masjidning ishi qiladigan bo'lsa bo'ldi. Yani etkabninki vaqtini manchilikdan ishib ketsa bo'lmaydigan chekimiz bormi? Aqalluhu sa'adudur. Aqallu sa'ad degandan keyin aktaruhu. Bunun chekchigisi bormi? Bunun chekchigisi yo'q. Chunki oyatda endi chekchigisi kelgan. Ijmo'an yo'q bunun. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oxirgi 10 kunda o'tgango desak bu xas shu 10 kundan o'ttas bo'ldi, boshqa o'ttas bo'lmaydi degan mazmun yo'q. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qadr kechisini izlab shu udullayman deb shunda o'tgan. Bu ashr al-vaqtda sunnat muakkad ekanligini bildirdi. Mustahada ayollar qolsa, yoki davomli masalan suyuq to'xtamaydigan, qon to'xtamaydigan, ter to'xtamaydigan kishilar qolsa, bu etkab tutasi bo'ldi. Bizga hezla etkab tutamaydi. Mesleğinin en azılı etkab tuturgan qaysi? Mescid-i Haram. Undan keyin Mescid-i Nabawi, undan keyin Mescid-i Aqsa. Undan keyin chu en cho'ng jami masjid. Qashqarsiga aytga Xotanzak jami deymiz. Yani bazı ulamalar en çoğun buluş gerek emas. Etkabda o'tgan kishining etkabdan maqsadni chiqaradigan en munosib masjid bo'lib qolsa, shu yaxshi. Masalan, ishi tarqalgan joyi va munchisi bor. Tamoqni qilsa, shuni shidilam tamoq bor. Masalan, shunda bir yavlab qolsa, faqat chiqmay, tashqi dunyo uzilib anda turadigan bir masjid bo'lib qolsa, shu yaxshi edi. Kesel yoklaş ve cenaze namazını veriş meselesinde Hanefi mezhepte ve Şafii mezhepte fakatlam şun şartlığı ahvalda andın çıksı buldu. Hatta aşağıdan muayyerleşip kalsıma şartlamısı çıkmaydı öyle. Mesela şu kesel yoklaydıgan şu etkab tuttuğu adamdan başka bir kimi yokken aşağıdan desek ya şu cenaze namazını okuşka şu adamın başka tutkunu yokken bolsa şartlığı ahval çıkıp olması çıkmaydı dedik. Bunu başka tutkalla okup koyuşulan degende.
Hanbali mazhabda shart qilgan holdimi chiqsa bo'lmaydi. Lekin muayyanlashib qolsa chiqadi. Shu janozamizni o'qiganga shu oildan shu kishi bo'lmasa, yoki shu kisani yo'qlaydigan shu kishidan boshqadan bo'lmasa, berishi lozim. Yani İmam Ahmed'in kelgan bir rivoyatda shart qilmasa cho'qim bunga janozamiz uchun, kasal yo'qlash uchun chiqsa bo'ldi. Maliki mazhabda o'zining ota-onasi og'rib qolsa yo'qlasa bo'ldi. Ota-onasining janozasiga chiqsa bo'ldi. Bu shartlardan kelgan esa umum shart va xos shart deb ikkiga ayiradi. Yani e'tikof kirishga o'zimiz bir shart belgilab qo'yamiz. Masalan, men e'tikof kiraman, faqatlam imtihon bo'lib qolsa imtihon chiqaman yoki og'rib qolsam to'xtayman. Ya ota-onam og'rib qolsa, ota-onam yo'qlash chiqaman, bo'lmasa chiqmayman. Dediğin aşında bir nimani bekitilish erkinligi bor jumhurning qarashida. Masalan, shartul am zurul bir to'xsiz bir ish bo'lib qolsa yo kasal bo'lib qolsa, chiqishini shart qilishdik. Shartul xos, masalan, kasal yo'qlash, janozamizni darsga berish bulanmasa, yani xos va am shart qilish jumhurning nazarida joiz. Buni Babul I'tikaf tuyida kitob so'mma yo'lashgan bo'ldi. İnşallah biz şu kitab zakat ve kitab savunni o'qildik hozir. Bu ikki kitobning mazmunidan imtihon olamiz. Al-imtihan yukramul mar'u fihi aw yuhan. Dan qayerdan kelmoq. İmtihon qattiq tayyorligimizni ishlatar. İmtihondan 58 yillar topshiriqni birdan ishlab chiqargan bo'lsa 60 yildan yo'lab o'tib ketdi. Keyin topshiriq qilgan bo'lsa 59 yil qolsa imtihon qildi, sinfdan qolgan. Shuni qattiq tayyorlik qilmoq. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka va atubu ilayk.